Sen mamanın xotin boshqarishni uyib ketdingmi? Xotin qo'y degan nima o? Kuniga 3 vaqt dumbalab turmasang, vapa yo'qmi meningda. Bo'ylasam achchiq tutadi o'zadi lekin. Achchig'ini basam, asabilarning shu pensini etdi. Bilaman, achchiq juda payzi. Robdan gap qolsa ilon qistirib oldi kamayaga. Yo'q, bu rost yaxshi tursa bu. Ilon emas. Xotin degan nima yomon ugasam olmaydi qaraman deb qo'y. Ha. Shu kunda tamoq etdingmi? Qani kirqatini tozaldingmi? Qoch quchini yudingmi? deb so'rab turmasam, dushkanlab turmasam, menanga chiqdi bir kun havo. 5-inga chiqdi. Senikidekmi? Ya meniki ish qisib oldi oldin kunisi tuyuqsiz. Ha? Keyin 5 qatim qisib tashik. Ama bir narsa urgutyapsiz, bilib ya. Bildim. Qanday qilsam chiqib? Sen degandan amal qilaman. Qattiq kuchli-da. Ha bitta yulan odam. Achchiq bilan urdi toza. Chiqamsan? Menga chiqdi. Anaqa tamoq pişdimi? Pishadi hozir pishdi. Çay quyimini ol ya. Voy, sen bo'ptiman qaynatqandim, o'tirib İşlik kiyim-kechakni retlamabsan, qalama qashqushim bilan chechalab turdi meyaga. Balli kilometr qo'zqashdik tamoq pishmidi. Etiga tez shigit. Mit shek chiqib batib. Tek tamoq itib bulanmadingmi? Aka siz ichib oldingizmi yo saqmi? Sen nimani xotinimga vaqirab yuriysan? Hayatı ügekkinligini praktik qilib mash qilib baxtim. Ne ishga kirib tamoq etyapsan? Sen mamanın xotin boshqarishni uyib ketdingmi? Yo'q, xotin emas. Şimdi buradan sakra. Xotin sen o'rningda o'tir.